Siz sağ olasın ama sakın. Açık izne de yazır. Sağ olun. Ana assalomu alaykum. Götürüşeyim mi? Yo'q bolam, og'ir emas aylaning, katta rahmat sana. Yaxshi, sağ olun. Xo'p. Assalomu alaykum. Bo'ladi albatta. Gözüm yaşlan ketdi tushirincha. Görming qoldilarmi ya? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Kuningiz yaxshi o'tsin? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sağ yaxshimi? Shukr. Prost salomlashdim, все. Meni danışımız mekanda bo'ylab qarab turibdi o'tgandan keyin. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Odamlar uchun shu daraja boshqacha holat. Tanımagan odamga salom berishi, lekin bu oddiy narsa. Bilmadim. Ne kadar chiroyli kun bugun. Akşam gördünüz, bugün ham gördünüz. Tamam, resmen tushib. Azonda istoriya qo'yibsiz ekan. Oxirgi marta qachon baxtli his qildingiz deb. Avang. Mustaqil ish topshirib chiqdi, shu an baxtliman. Oh, yaxshi-ku. 20 bit yozdirdi, azondan buyon yozamiz. Bo'ladi, xo'p. Rahmat katta. Sağ olun. Omad. Rahmat. Kontentlarni ko'paytirasiz, xudo xolasa. Xudo xolasa, danada zangilib o'tib ketdingiz-ku. Nasıl aytmaysiz sana bu yıldızda? Хотя бы salom berish kerak-ku. Va alaykum assalom.